Assalomu alaykum kanal muxlislari, kanalimga xush kelibsizlar. Bugun sizlar bilan qulupnay mavsumi boshlanganligi sababli qulupnaylarni mana bunaqa idishlarga solib, qishga g'amlab qo'yamiz. Ko'rinishini qaranglar, juda ham chiroyli va mazali. Buning uchun bizga mana bunaqa ekranda ko'rib turganinglardek 500 ml plastmassa idishlar kerak bo'ladi. Hamma xozmak magazinlarida bor. Qulupnay olamiz. Qulupnayni albatta svejisini sotib olamiz. Mana bunaqa dona-dona qulupnay bo'lishi kerak. Hamda mazali bo'lishi kerak. Demak, birinchi bo'lib qulupnaylarni bargini olib tashlaymiz, tozalab olamiz. Men qulupnaylarni tozalab durushlakka solaman, chunki durushlak yoki sita ishlatsak, chayayotganimizda oson bo'ladi, suv pastga oqib ketadi. Bargidan tozalab olingan qulupnaylarni suvning tagiga olib borib, bir sidra chayib olamiz. Va suvni o'chiramiz. Mana endi suvdan silqitish uchun bir pas qo'yib turamiz. Qulupnaylarni stolning ustiga olib kelamiz, hamma narsani tayyorlab olamiz. Idishlarimizni, mana shakarni, hammasini tayyorlab oldik. Endi mana shu boya sizlarga ko'rsatgan plastmassa idishga bir sidra terib olamiz. Ya'ni bir qator terib olamiz. Mana ekranda ko'rib turibsizlar. Bir osh qoshiq shakar solamiz. Yana bir sidra, yana bir qator qulupnay terib chiqamiz va ustidan bir osh qoshiq shakar solamiz. Aynan qancha shakar ketishini aytolmayman. O'sha bir qator qulupnay terganinglardan keyin bir osh qoshiqda shakar sepasizlar. Mana yana 3-qavatini terdik va bir osh qoshiq shakar solamiz. Mana shu tarzda plastmassa bankalarimizga qulupnaylarni joylashtiramiz, shakarni sepamiz va qopqog'ini yopib, mahkam qilib yopib, chetga olib turamiz. Mana endi ekranga qarab turinglar, hozirgina aytganimdek qopqog'ini yopamiz va yaxshilab burimiz. Birinchi bankamiz tayyor bo'ldi, keyingi bankani joylashtirishga o'tamiz. Demak, xuddi hozirdagidek mana bir qator qulupnayni sovolamiz. Ustidan bir osh qoshiq shakar sepamiz. Keyingi qatorni joylashtiramiz va bir osh qoshiq shakar sepamiz. Mana shu tarzda bankani to'ldirib olamiz. Qopqog'ini yopamiz, yaxshilab burimiz. Mana shu tarzda qolgan bankalarni ham qulupnay bilan to'ldirib olamiz. Hayron bo'lib turgandirsizlar, bu qulupnaylarni qanaqa qilib saqlaymiz deb. Bu qulupnaylarni morozilnikka joylab saqlaymiz. Qishda morozilnikdan olib, sal muzidan tushguncha stolning ustiga qo'yamiz, xona haroratida. Keyin olib iste'mol qilamiz. Juda ham mazali chiqadi. Xuddi qishda yozgi qulupnayni yegandek yeysizlar. Aytmoqchimanki, qulupnayni ba'zan shakarga botirib turib, belab turib yeymiz, to'g'rimi? Xuddi shunaqa bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ringlar, qishda iste'mol qilib ko'ringlar. Men bugun 2 kilogramm qulupnay 400 gram atrofida shakar ishlatdim. Mana 8 ta banka chiqdi, 2 kilogramm qulupnay. Boshida aytganimdek, men 500 ml plastmassa bankalarni sotib olib ishlatdim. Bundan maydalari ham bor bu bankalarni. Xohlasanglar maydalariga joylashtiringlar. Endi bu o'zingizlarning tabiiylar, xohishingizga ko'ra. Demak, bankalarni endi morozilnikka joylashtiramiz. Demak, xolodilnikda emas, morozilnikda qish mavsumigacha saqlaymiz va so'ngra iste'mol qilamiz. Shunday qilib, azizlar, keyingi videolarimda g'oyibona ko'rishguncha Allohga omonat bo'ling. O'zingizni ehtiyot qiling. Qish mavsumi uchun mana shu usulda qulupnaylarni albatta tayyorlab ko'ring.